Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan o'tadigan mavzuyimiz o'nli kasrlarni yaxlitlash. O'nli kasrlarni yaxlitlash mavzusini bilish juda ham muhim. Chunki DTM imtihonlarida ham tushadi bu va agar siz SAT imtihon topshirmoqchi bo'lsangiz, bu yerda ham bu mavzu juda ham muhim, chunki SATda chiqadigan javoblaringizni qanaqadir bir irratsional yoki shunga o'xshagan son chiqadigan bo'lsa ham, variantda yaxlitlab yozish kerak va qaysi xonagacha yaxlitlash kerakligini testni o'zi sizga aytadi. Demak, siz farazan to'g'ri javob chiqargan holatingizda ham agar noto'g'ri yaxlitlab qo'yadigan bo'lsangiz, siz noto'g'ri javobni olib ketishingiz mumkin. Ya'ni mavzu juda ham muhim va ko'pchilik bu mavzuni yaxshi bilaman deb o'ylaydi, xato o'ylaydi. Ko'pchilikda muammo bor bu mavzuda. Keyinda shu mavzudagi muammolarni oxirigacha tugataylik. Birinchi masala, sizda sonni yaxlitlash so'ralganda natijani qanaqa chiqishligi sizdan o'sha sonni qaysi xonagacha yaxlitlash so'ralganiga bog'liq. Bu nima degani? Bu degani, agar sonni mana bu xonagacha yaxlitlang degan bo'lsa, boshqacha javob chiqadi. Bu xonagacha yaxlitlang degan bo'lsa, boshqacha javob chiqadi. Bu xonagacha yaxlitlang degan bo'lsa, boshqacha javob chiqadi. Bu xonagacha yaxlitlang degan bo'lsa, yana boshqacha javob chiqadi va bu xonagacha yaxlitlang degan bo'lsa, umuman boshqacha javob chiqadi. Demak, birinchi navbatda xonalarning nomini bilib olish kerak. Biz buni boshlang'ich sinfda o'tganmiz, lekin ko'pchilikning esidan chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir takrorlab qo'yish foydadan xoli bo'lmaydi. Mana bu xonaning nomi mingdan birlar xonasi. Chunki 5 mingdan 5 bu aslida. Mingdan 5. Mana bu xona 100dan birlar xonasi. Bu xona 10dan birlar xonasi. Mana bu xona birlar xonasi. Bu xona o'nlar xonasi. Bu xona yuzlar xonasi. Demak, bu tomonga qarab yurganda 10dan birlar, 100dan birlar, mingdan birlar, 10 mingdan birlar, 100 mingdan birlar, milliondan birlar, 10 milliondan birlar, 100 milliondan birlar bo'lib ketaveradi. Bu tomonga qarab yurganda birlar xonasi, o'nlar xonasi, minglar xonasi, 10 minglar xonasi, 100 minglar xonasi, millionlar xonasi va hokazo davom etadi. Ana endi yaxlitlashda asosiy diqqat markazimizda turadigan son bu 5 son. Hop, 5 sonini yaxlitlashga nima aloqasi bor? Qarang. Yaxlitlash 5 soni bilan uzviy bog'liq. Matematikada yaxlitlashda agar sizdan bir sonni yaxlitlash so'ralgan bo'lsa, nima qilasiz? Deylik, mana bu misolni olaylik. Sizdan farazan mana shu 10 dan birlar xonasigacha bu sonni yaxlitlash so'ralgan bo'lsa, siz o'sha sonni o'ng tomoniga qaraysiz. O'ng tomonda nima turibdi? 5 turibdi. Agar o'ng tomondagi son 5 ga teng bo'lsa yoki 5 dan katta bo'lsa, siz o'ng tomondagi sonni tashlab yuborasiz va uni oldidagi yaxlitlanish kerak bo'lgan songa 1 ni qo'shib qo'yasiz. Ya'ni natija 643.72 emas, endi 1 qo'shiladi 73 bo'ladi. Demak, mana bu sonni biz mana shu xonagacha yaxlitladik, ya'ni 10 dan birlar xonasigacha yaxlitladik. Xo'p, ana endi mana bunda. Mana bu xonagacha yaxlitlasak, o'ng tomonga qaraymiz. 2. 2 5 dan kichikmi? Kichik. Demak, bu holatda bu 2 tashlab yuboriladi va hech narsa o'zgartirilmaydi, bu yoqqa hech narsa qo'shilmaydi. Javob 643.7 ni o'zi bo'ladi. Aslida mana bu yerda tenglik belgisi qo'yilmaydi. Men adashib yozib yubordim. Mana bunaqa to'lqinli qavs qo'yiladi. To'lqinli qavs degan taqriban teng degani. Taqriban degani bu yaqin degani. Bu taxminan degani emas. Taxminan so'zi bilan taqribanni farqi bor. Taxminan degani aniq bilmayman degan. Taqriban degani qidirsam bilaman-ku, lekin aniq aytishga hojat yo'q degan. Bu endi men adashmayotgan bo'lsam, arab tilidagi o'sha qorib so'zi bilan o'zakdosh bo'lsa kerak. Ya'ni qorib degani yaqin degani. Qarib deb ishlatamiz, o'sha ma'no bitta. Ana endi mana bu xonagacha yaxlitlash so'ralgan bo'lsa-chi, unda qanday bo'ladi? Demak, sonni o'ng tomoniga qaraymiz. 7. 7 5 dan kattami? Ha, 7 5 dan katta. Demak, 7 tashlab yuboradi va oldidagi songa shunchaki 1 qo'shib qo'yiladi. Demak, 643 emas, endi 644 bo'ladi. Ana endi mana bu xonagacha yaxlitlasak, o'nlar xonasigacha o'ng tomoniga qaraymiz. 3. 5 dan kichikmi? Kichkina. Demak, shunchaki tashlab yuboriladi. 640 bo'ladi. Endi mana bu xonagacha, ya'ni yuzlar xonasigacha yaxlitlasak qanday bo'ladi? O'ng tomoniga qaraymiz. 4. 5 dan kichkinami? 5 dan kichkina. Demak, shunchaki tashlab yuboriladi va natija 600 bo'ladi. E'tibor beryapsizlarmi? Har bitta sonni yaxlitlayotganda uni o'ng tomondagi songa qaraymiz va savol beramiz. Bu son 5 dan kattami yoki 5 dan kichikmi?
Agar 5 dan katta bo'lsa yoki 5 ni o'ziga teng bo'lsa, uni o'zim tashlab yuboramiz va mana bu yaxlitlanayotgan xonaga 1 ni qo'shib qo'yamiz. Mana bu yerdagi o'xshab. Yo mana bu yerdagi o'xshab. Agar u 5 dan kichkina bo'lsa, mana bu yerdagi o'xshab, misol uchun. Yoki mana bu yerdagi o'xshab. Mana bu yerdagi o'xshab yoki mana bu yerdagi o'xshab 5 dan kichkina bo'lsa, uni shunchaki tashlab yuboramiz. Agar mana bu holatda 1 qo'shib qo'yilyapti, son ozgina kattalashyapti. Buni yuqoriga yaxlitlasak bo'ladi. Sizlar round up deydi. Kimdir SAT o'qiydigan bo'lsa foydasi bor. Xo'p, mana bu yerda ko'rsatilgan link bo'yicha SAT guruhimizga o'tsalar, SAT kanalimizda to'g'riroq SAT uchun ham juda foydali video darslarni topishlaringiz mumkin. Ana endi mana tashlab yuboriladigan qism bo'lsa, bu round down deb aytiladi. Bu pastga yaxlitlash. Aslida round degani matematikada yaxlitlash degani. Demak, yaxlitlash mavzusi shu. Ana endi men bir son yozay. Bu sonimiz bo'lsin keyinlab bu yoqni ham bunday qilib qo'yaman. Mana shu sonni demak sizlar yaxlitlab ko'rasizlar. Xonalarni qo'lim bilan ko'rsatmayman, o'zlaringiz topishlaringiz kerak bo'ladi. Mana shu sonni sizlar yaxlitlaysizlar. 100 dan birlar xonasigacha bitta javob chiqadi. 10 dan birlar xonasigacha boshqa bitta javob chiqadi. Xo'sh, kelinglar 1000 dan birlar xonasigacha yana bitta javob chiqadi. Birlar xonasigacha yana bitta javob chiqadi. 10lar xonasigacha, 100lar xonasigacha va 1000lar xonasigacha. Demak, taxminan 8 ta javob chiqar ekan. Yaxlitlab javoblaringizni kommentariy qismida yozib qoldirishlaringiz mumkin. Xo'sh, shu bilan bugun o'tmoqchi bo'lgan narsalarimiz tugadi. Qandaydir savol yoki taklif, mulohazalar bo'lsa, kommentariy qismida qoldirishlaringiz mumkin. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishingizni so'raymiz, chunki bu bilan siz ushbu videoning tarqalishiga va ushbu loyihani rivojiga o'zingizning hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, uni tanishlaringizga tavsiya qilishlaringiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.